Bego'darushkani top 3 ta to'g'ri ishlash usulini ko'rsataman. Agar shuni qilsangiz, aniq juda katta foyda olasiz. Yugurish o'zi nimaga kerak? Yugurish ko'pincha nafas yo'llarini ochish uchun va yurak yog'larini va ortiqcha yog'larni ketkazish uchun eng zo'ri yugurish hisoblanadi. Ikkinchisi yurish. Har kuni siz 10 ming qadamdan yursangiz, o'zingizni sog'lig'ingiz uchun eng zo'r hisoblanadi. To'g'ri, siz ozmiysiz va nafas yo'llari zo'r ochilmaydi. Lekin har kuni 10 ming qadam yurish odam sog'ligi uchun eng zo'ri. Uchinchisi, eng asosiysi bo'ladi. Ko'plar o'zi oddiy yursam, ozish uchun eng zo'ri hisoblanadi deyishadi. Yo'q, unaqa emas. Podiumni kamida 5 yoki 10% ko'tarib va 4 va yoki 5 tezlikga qo'yib yursangiz, shunda ozish uchun eng zo'r effekt hisoblanadi. Chunki kaloriyas 3 barobar zo'r ketadi va yog' erishi yanada kuchayadi. Shu sabab tavsiya, agar ozmoqchi bo'lsangiz, podium ko'tarib 5 tezlikda yursangiz zo'r hisoblanadi. Shu 3 ta ma'lumotim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarim bundan ham qiziq kontentlarni olib borib, sizlar bilan ulashib boraman.